Bu luksusligi maqtanmasam bo'lmasdi qizlar. Va nihoyat o'zim xohlagan paltoni topdim. Materiali kashmir, umuman katushka bo'lmas ekan. Umuman og'ir emas, yengilgina ham issiq va o'sha trenddagi Chanel obuvni ham Budur Premiumdan topdim. Kojasi naturalni qilib ishlangan. Qishda mazza qilib issiqqina kiyasizlar, ichlari mex. Chanel bo'lsa hamma obrazim Chanelga mos bo'lsin deb o'sha trenddagi perchatka, ochki va shlyapadan ham etdim. Bitta profilni o'zidan polniy luk yig'dim. Videoda ko'rsatgan issiqqina long sleeve, yubka va даже kapronni o'zini ham bularni profillaridan topdim. Hozir Chanelni aynan mana shu sumkasi juda ham qizlarning ichida trendga chiqyapti. Men ham trenddan qolib ketmaydi deb zakaz qildim. Bu ham koja birga bir ishlangan, juda ham chiroyli va udobniy. Hamma narsa sig'adi. Istoriyamda ko'rgan bo'lsanglar kerak, shu sumочкani umuman tashamay taqibman. Palto turetskiy. Hamma kiyib ko'rsatgan kiyimlarim premium kачествоda, katushka bo'lmaydi. Bu profildan birinchi marta zakaz qilmayman, o'shaning uchun ishonib zakaz qildim. Kачество zo'r degan narsalar har doim zo'r bo'lgan.